qandoq tushuntirib berishni bilmayapman-ku. 3 xonali yevro remont kvartira srochno sotyapman. Men remontlarni ko'ryapsizlar, полностью yevropiska обойларdan foydalanishgan. Endi eshiklar har bir detalda sifatli mebel texnika jihozlardan foydalanilgan. 3 xonali 9 etajli domi 7-etaj joylashgan 72 kvadratli yevro kvartira srochno sotilyapti. Asosiy podez eshigidan kirish shunaqa hol xonalar ketma-ket joylashgan, chiroyli shkaf, mebel alohida razdelniy planirovkada bo'ladi. Hojatxonani ko'rishimiz mumkin. Ayollarimiz uchun kuxnya joylashgan bo'ladi. Kuxnyadagi barcha ko'rib turgan mebel texnika jihozlar qoldirib ketiladi. Полностью komplekt holatda o'zi balkonni ko'ryapsizlarmi? Har bitta xonaga e'tibor beringlar, o'zini ko'chaga qaragan oynalari bor. Bu navbatdagi katta zal, mehmonxona joylashgan bo'ladi. Remontlarni svejiligini ko'ryapsizlarmi? Zal va spalniy mebel jihozlari olib chiqib ketilyapti. Bu alohida vannaxonani ko'radigan bo'lsak, akkuratniy holatda katta razmerda ishlangan bo'ladi. Bolalar yotoqxonasi va kattalar uchun spalniy xonasini ko'rishimiz mumkin. Bolalar yotoqxonasidan manzarani o'zingizlar bitta ko'ringlar-da, akalar. Hastimon masjid, bu yog'inglar masjid, bu yog'inglar masjid, bu yog'inglar masjid joylashgan bo'pti. Olmazor tumani Sebzorda Orientir Olmazor Zaks bo'ladi, akalar. Olmazor Zaksning oldida joylashgan bo'pti. 72 kvadratli 7-etajda. 1 kvadrati $1416 dan srochniga past egalar nomerini qoldiraman. Savdolashib olsanglar bo'ladi.